Rafael onalari tomonidan tarbiyalangan, ikkisi ham go'zal va muqaddas nasldan edilar. Biroq Argus Rafaeldan boshqacha munosabat ko'rardi. Yorug'lik monastrida barcha farishtalar ayol bo'lish kerakligi haqidagi qadimiy afsona hukmron edi. Shuning uchun Argusning mavjudligi sir tutilar va uning kimligi monastr tomonidan yashirilardi. Rafael xalq orasida hurmat-e'tibor bilan o'ralgan bo'lsa, Argus soyada yashashga majbur edi. U ko'p yillar davomida yorug'likka sodiq qoldi, ammo insoniyatga bo'lgan nafrati o'sib bordi. Uning fikricha dunyoni tubanlik va urushga botirganlar insonlar edi. Rafael esa insonlarni kechirib, ularni yana yorug'likka qaytarish mumkinligiga ishongan. Kunlarning birida Argus jang maydonida Abies jinlariga qarshi kurashayotib, ularning tuzog'iga tushib qoldi. Biroq u bundan qo'rqmadi, aksincha o'z dushmanlarini aldab, ularni yengdi. O'sha yerda u sirli iblis la'nati bilan sug'orilgan bir qilichni qo'lga kiritdi. Qilichni ushlagan zahoti u ilgari eshitmagan xotiralarni ko'rdi. Onasi muqaddas qon bilan homilador bo'lganida, monastr rahbarlari uni qattiq nazorat ostiga olgan edi. Lekin u sevgilisi bilan birga qochib ketgan, ammo baxt uzoqqa cho'zilmagan. Monastr vakillari ularning iziga tushib Argusning otasini o'ldirishgan. Argus onasi qiynoqlar ostida vafot etganini va o'zi oddiy inson farzandi ekanini tushundi. Uning so'nggi umidlari ham barbod bo'ldi. Shu paytdan boshlab u qilichning ta'sirida qoldi va zulmat yo'lini tanladi. Oradan oylar o'tib Rafael uni qidirib topdi. Ammo Argus endi avvalgidek emas edi. Uning yorqin farishta qanotlari yo'qolib, ularning o'rniga zulmat va umidsizlik tarqatadigan qora qanotlar paydo bo'lgan edi. Uning singlisi ko'z yosh to'kib uni to'xtatmoqchi bo'ldi, ammo Argus ortga qaytish yo'qligini angladi. O'z qilichini mahkam siqib yo'lida davom etdi. Shu tariqa Argus yorug'lik bilan bog'liq barcha rishtalarni uzdi va dunyodagi yagona qora farishta bo'lib qoldi.